Abdusami. Abdusami'nin hazır bir faaliyeti uyushtirib qoldim. Shunlashqa bizning to'rdoshlarımızdan so'rig'isi bor savollarni so'rayman. Diqqatda Abdusami. Abdusami yosh onam chiroyli degan naqshini aytgan vaqtingda mushundaq qilib tunilib ketaman deb o'ylaganmiding? Ya, o'ylash bakmagan. Biz aş vaqt faqat musobaqa tayyorlab qo'lan. İpek Yol sadasi va? Abdulla akamniki shu men qo'ygan talibi bo'yicha o'zim naqshiga kirish aytganligim tushunman. Bakroq hayajonli aytib qoldim. Do'stlar jiq yaxshi ko'rdi, lekin men o'ylab boqmagan. Bundaq yaxshi natija chiqargan. Bundaq yilg'i tunilib ketadiganligini ya. Endi Abdusami mendan kichik bo'lg'achqa men sanlayman, shunlashqa to'g'ri tushunishinglarni umid qilman. Endi mushu naqshini tunji aytgan vaqtingda o'zing shunchalik hayajonlanding. Undan boshqa eng muhimi apamiz anglagan vaqtida qandaq hissiyat ketgan bo'ldi? Men tunji qitim bu naqshni endi shoyan to'liq bitmagan holatda faqat kanching usulan o'ydikli yo'llab bergan. Bu chaqda ham tekstda dadamdan tushgan. Apam dadamga yo'llab berib, men faqat burun naqshlarimni anglaganda bir ancha-muncha baho beranglar, bo'lmagan yerlarni deb beranglar. Deb o'ydiklardan birin yo'llab o'ydikilarga bir anlatib boqmoqchi. Keyindan bir kun yo'qolib ketdi, naqsham yaramagan o'xshaydi. Gap qilmadi bir kungacha. Shu ko'nglim yerim bo'lib tursam etmoqdi. Biz bir kecha uyqusiz qo'yganmiz bola. Bu ish naqshini anglag'imiz kelib, o'zimizdan o'zimiz yig'lig'imiz kelibdi. Demak, ashlar ta'sir qilibdi, lekin o'zimni ta hozir qadar har qatim aysam, har qatim o'zimni hayajonla qoldim. Ya'ni tunji qatim aytgan shu hissiyatda aytsa shundami? Amsa shu sen eng ta'sir qilgan bir ko'plitni aytmasang bo'lamdi. Bunu hamma ko'pleti menga ta'sir qiladi. Ang ta'sir qiladi. Ilqim men bu dadangni yaxshi ko'ramsa, opangni degandek bir savol so'rdim hozir. Shundaqdan to'g'ri tushuninglar aslaga, mush bir aytqiz olay, sizlar bir anglasin deb. Yığlasam yığlab külkemgi külgen, meni bir ömür cinin deb bilgen. Baldurlar yerle kadri ötülgen, hikayemden anam çirayla. Analarımız aman bo'lsin, sağ bo'lsin. Her bir günü hatırcamlik içinde ölsün. Perişte analarımızla barcha güzel tileklerimizni tilaymiz. Albatta Abdusami Sinomning ishlari texmi nurliq bo'lsin, yo'riq bo'lsin, ilgari bo'lsin, yurishlik bo'lsin. Rahmat. Rahmat.